Assalomu alaykum zamonaviy mebellar qadrli obunachilari. Navbatdagi buyurtma asosida tayinlangan kravatimizni yig'ib berdik. Ko'rishingiz mumkin, kravatimizni laminat MDF dan karkaslari, mexanizmlari baquvvat mexanizm, bo'dka qotirilgan. Materiallari Turkiya matosi, matrasi 90 ga 2 metr. Ortopedический matras. Tepalarini ham ko'rishingiz mumkin. Miyaqki qilib apshipga qilingan, figura qilib. Juda chiroyli chiqdi. Hop, ikkita qilib berganmiz kravatdan, ko'rib turganingizdek. Zakaz asosida ishlaymiz. Bemalol buyurtma bersanglar bo'ladi. Xonadoningizga borib, o'lchab, ranglarini, fasollarini ham, razmerlarini ham o'zgartirib beramiz. Mana shu sandig'i ko'tarilgan holatda bemalol matrasi bilan ko'tara oladi. Kerak narsalarni joylab qo'yib, yana yopish imkoniyati bor. Zamonaviy mebel o'z tomonidan ishlab chiqarilgan. Qanaqa taklif murojaatingiz bo'lsa, bemalol ko'rsatilgan raqamlarga bog'lanaverasizlar. Hozir shu uchastkamizga ikkita xonasiga hozir kravat yig'ib berganmiz. Hozir ikkinchi xonani ham ko'rsatib o'taman. Mana bu xonamiz hozir общий ko'rinishi. Hali shkoplar endi yig'iladi qolgan joylari. Hop, mana o'g'il bolalar uchun mo'ljallangan. Mana kravatimiz. Bu bosh suyanchig'i boshqacha fasonda qilganmiz, ko'rib turganingizdek. Bittalar apshipga qilib yig'ib chiqilgan. Rangi ham ochroq tanlangan. Bu kravatimiz ham 90 ga 2 metr matrasi, ortopedический matras qo'yib berganmiz. Yollari miyaqkiydi. Mana shu materiali ichida parallollari bor. Ko'rib turganingizdek. Orqasini ham ko'rishingiz mumkin, material bilan apshipga qilib berganmiz. YouTube sahifamizga joylaymiz, bemalol ko'rishingiz mumkin. Kerakli ma'lumotlarni telefon orqali bilishingiz mumkin. Nomerimizdan yozib qoldiramiz. Mana ochilgan holatida, sanduq holatida. Bemalol ishlari oppoqqina. Laminat MDF da, laminat disp emas, laminat MDF. Yo'llari ham mana material bilan apshipga qilingan. Kir bo'lmasligi uchun biz strich qilib kelganmiz. Hali remontlar davom etyapti. Mana shkoplar hali chala. Mana ikkita kravatimizni